Так, xo'p. Unda boshlaymiz. Bugun PTZ kamerani основной настройкаларni ko'rib chiqamiz, eng asosiy joylarini qo'ldan kelgancha. Hammaga rahmat, vaqt topib shunga qatnashganingiz uchun. Hozir juda qulay payt, bizda juda ko'p vebinarlar tashkil qilinyapti. Adashmasam, tak 2 kundan keyin gruppaga e'lon qilamiz. Davron ham dars o'tadi servis masalasi bo'yicha. Iltimos, videoni o'chiramiz hammaga. Tak. Просто buni webinar ko'rinishida qilsa ham bo'lardi, lekin bizga shu konferensiya hozir kerak bo'ladi, bir ikkita udalенно рабочий stolga kirish uchun. Shuning uchun iltimos videoni o'chirib qo'yamiz. Tak, xo'p. Unda boshladik. Tak, hammaga ko'rinyapti ekran, to'g'rimi? Hozir mana. O'rganisami? Ikki kishi hamma qarab turibdi. O'rtoqlar, audioni o'chirib qo'yamiz. Hozir men o'zim o'chirmasam bo'lmaydi, menimcha. Muhammad o'chirib qo'yaver hammani, keyin kerak paytda yoqib olasan. Хорошо. Tak. PTZ kamera. Hozir PTZ kamerani endi yoqdik, aktivatsiya qilindi. Hozir buni ichiga kiramiz. Tak, modeli bu model, ya'ni ichkariga qo'yishga mo'ljallangan aslında. Tak. Hozir buni birinchi izobrazeniyadan to'g'rilab qo'yamiz. Tak, bu ko'rinishda. Xo'p. Eng birinchi ko'radigan narsamiz PTZda preset funksiyasi. Preset funksiyasi qanaqa ishlaydi, qanaqa nastroy qilinadi? Shundan boshlaymiz. Tak, buning uchun hozir katta ekranga o'tay. Mana bu yerda preset funksiyasi bor. Tak, передустановка deydi. Qo'shimcha ruschasi. Tak. Bu yerda 300 tagacha qilsa bo'ladi. Har xil передустановка. Uni vazifasi nima? Masalan, aytaylik, bizda 3 ta obyekt bor. 3 ta obyekt bor. Birinchi obyekt, ikkinchi 7-chi obyekt va 9-chi obyekt. Shu 3 ta obyektni agar shu funksiya bo'lsa, shu funksiya yordamida har bitta obyektni alohida nazorat qilib tursa bo'ladi. Shuning uchun juda qulay funksiya. Masalan, birinchi obyektni ko'rdi va birinchi obyektga shu turgan joyida buni prikrepit qilib qo'yaman. Ya'ni hozir birinchi obyekt belgilandi. Endi ikkinchi obyekt aytaylik 7 degan nomerli. Uni masalan 7-chi передустановкаga buni biriktirib qo'yaman. Keyingi obyektimiz masalan 9-chi obyekt. 9-chi obyekt. Buni masalan 9 ga biriktirib qo'yaman. Va buni qulay tarafi masalan siz ko'rayotgan paytingizda siz sразу birinchi obyekt kerak sizga. Shunga sразу o't olsangiz bo'ladi. Bu holatda. Yoki 7-chi obyekt kerak, sразу o't olsa bo'ladi. Bu holatda.
Основном shuning uchun kerak va hozir bu kamerada bunaqa imkoniyat yo'q. Buni yana hammasini yig'ib ketma-ket o'zi avtomatik tarzda patrul qiladigan qilsa ham bo'ladi. Uni ham ko'ramiz hozir. Udalenniy bitta kameramizga ulanib. Tak. Keyingisi hozir bundan keyingisiga o'tamiz. Tak, uning uchun настройкаga o'tib PTZ bo'limi. Mana shu joyda основной PTZ kamerani основной настройкalarini ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Tak, bizlarga eng ko'p ishlatadigan narsamiz aytaylik, включить заморозки на предустановке. Bu nima qiladi? Agar buni men yoqsam, agar buni yoqib turib сохранить qilsam, предустановкаga o'tganida плавно o'tadi. Ya'ni hozir men yoqdim. Aytaylik, men 7-obyektga o'tmoqchiman. O'zi 7da turgan ekan. Так. Хорошо. Так, 9-obyektga o'tmoqchiman masalan. Так, agar men naborot aytdim, agar men uni включить qilib yoqsam, zamorozkani yoqsam, bu obyektga сразу o'tadi. Agar mana 1ni bo'lsak, mana 7ni bo'lsak, сразу o'tdi. Так, hozir men buni o'chirib qo'ysam, farqini bilasiz hozir. Buni o'chiraylik. Mana farqi shunda. Ya'ni birinchisida agar men настройкаga kirib, agar bu funksiyani yoqib qo'ysam, ya'ni zamorozka na перестановкani yoqib qo'ysam, obyektga сразу o'tadi. Agar buni o'chirib qo'ysam, плавно sekin o'tadi. Agar sizda potok kichkina bo'lsa, buni yoqib qo'yishni tavsiya qilamiz. Bu potokni ekonom qilishga juda qulay narsa. Tak, mana yana ko'rsataman. Masalan, 9ga o'taman. Yoki 7ga o'taman. Tak. Hozir yana shu videoni yoqayapti kimdir. Iltimos o'chirib qo'yamiz videoni. Так, хорошо. Bo'lmasam Xo'p. Agar bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, tak, keyingisi включить пропорционального поворота. Bu ham juda ko'p ishlatiladi. Bu nima? Bu tezlikni masshtabga qarab o'zgarishi. Ya'ni agar masshtab katta bo'lsa, tezlikni o'zi avtomatik kamerani o'zi avtomatik tarzda sekinlashtiradi. Ya'ni masalan o'tish tezligini. Agar buni o'chirib qo'ysam, buni noqulay tarafi agar mana o'chiraydi. Даже masshtab katta bo'lganda ham juda katta tezlik bo'ladi. Tak, mana masalan masshtab bu yerda katta. Tak, kimdir yana videoni yoqdi. Iltimos videoni o'chirib qo'yamiz. Mana ko'ryapsizlar, juda tez. Ya'ni masshtab kichik holatda ham, masshtab katta holatda ham juda tez. Agar bu funksiyani men yoqib qo'ysam, tezlik masshtabga qarab o'zgarishi kerak. Ya'ni masalan katta masshtabda sekinroq o'tish kerak.
kichik masshtabda tezroq. O'tishi kerak. Xo'p, hozir bu yerda bitta to'xtab olamiz. Hozir mana 1 minut savollar uchun. Kimda qanaqa savollar bor? Так, ovozim yaxshi ishlayaptimi? Ha, yaxshi ishlab. Хорошо. Bu yerda savollar bormi? Именно реценовка va boyagi ikkita funksiya bo'yicha. Так, хорошо. Agar savollar yo'q bo'lsa, dars davom ettiramiz. Так, хоп. Так, дальше. Bundan keyingi funksiya Nima qilay? Так. Bundan keyingi funksiya Так, bundan keyingi funksiya maska. Bu qanaqa holatda ishlatiladi? Bu aytaylik, obyektda bitta joyni yashirib qo'ymoqchisiz, ko'rsatmoqchisiz. Masalan, aytaylik bu kimnidir oynasi yoki kimnidir огороди. Shu zonani belgilab yashirib qo'ymoqchisiz. Buni shu payt ishlatish juda qulay. Xo'p, uning uchun birinchi aytaylik, siz birinchi zonani yopib qo'ymoqchisiz. Tak, uni yopish uchun birinchi galochka qo'yib yopib olaman shu funksiyani va birinchi zona chizaman. Aytaylik, birinchi 1 degan joy ko'rinmasligi kerak zonada. Tak, zona chizildi va добавить qilib qo'shib qo'yaman. Xo'p. Добавить qilib qo'shib qo'ydim. Bu yerda ranglarni o'zgartirsa bo'ladi. Aytaylik, qizilda saqlanib qilaman. Qizil yoki boshqa o'zimizga kerak xohlagan rangni qo'shib qo'ysa bo'ladi. Yoki ko'kda. Endi bitta savol tug'iladi. Orqaga qaytaraman va juda yaqinlashtiraman buni. Bu, ya'ni o'zgarishsiz qoladi. Hozir katta ekranda ko'raylik-da. Mana katta ekranda ko'rsak bo'ladi. Agar даже siz uni kattalashtirganda ham shu obyekt ko'rinmasdan qoladi. 1 degan obyektimiz nima qilsak ham ko'rinmasdan qoladi. Mana masalan chapga o'ngga yana yaqinlashtiraman. Obyekt ko'rinmayapti. Xo'p, yana bitta funksionalnosti bor maskada. U aytaylik, buni 4 ga qo'yaylik. Koeffitsiyenti. Bu nima beradi bizga? Buni qulay tarafi masalan uzoqda ko'rinadi obyekt. Uzoqda ko'rinadi. Yaqin kelganimizda naоборот ko'rinmaydi. Buni ham ishlatadigan joylari bor. Masalan, aytaylik, полностью ekran bo'lganida sizga u joy ko'rinmasligi muhim emas. Bu yaqinlatganda ko'rinmasligi kerak degan joyda ishlatsangiz bo'ladi. Hozir. Tak, buni yana bir qilamiz.
koeffitsiyentini agar 1 qilsam, уже kattalashtirganda ham, kichiklashtirganimda ham shu belgilangan zonamiz umuman ko'rinmaydi. Faqat bitta maska emas, bir nechta maska ham qo'shsa bo'ladi. To'g'riroq 24 ta qo'shsa bo'ladi maksimalni. Hozir yana bitta qo'shib ko'ramiz. Aytaylik, bizga 9 degan zona bizga kerak emas. To'g'riroq ko'rinmasligi kerak. Tak. Aytaylik, buni rangi bo'lsin bizda sariq bo'lsin. Va saqlanib qilamiz. Tak. Mana ikkita zona. Aytaylik, bittasini koeffitsiyentini 4 qilaman, ya'ni shu koeffitsiyent bo'lganda faqat shu obyektimiz ko'rinmasin deyman. Masalan, mana 4. Hozir uzoq holatda bu 9 ko'rinib turibdi, lekin yaqinlashtirsam, menimcha saqlanib qilish esdan chiqib qoldi. Saqlanib qilmadimmi? Yo'q, saqlanib bo'lgan. Tak, hozir. Tak, orqaga yana tekshiramiz. Tak. Masalan, men buni 2 qilib qo'ysam, koeffitsiyent 2, ya'ni ikkita kratnos bo'lgan paytda ko'rinmasligi kerak. Lekin umuman tashqarida bu ko'rinadi. Tak, buni ham juda ko'p joyda ishlatsa bo'ladi va yana eslatib o'taman, 24 ta bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Tak, hozir savollar uchun 1 minut to'xtalib o'taman. Tak. Menimcha eshitildi hammaga. Tushunarli bo'ldi. Savollar bo'lsa, harakat qilamiz. Tushunarli bo'ldi. Buni o'chirib qaytarib o'zini programmasiga olib kelish qanaqa bo'ladi? Tak, tushunmadim. Qaysi holatda? O'chirib qaytarib o'zini holatiga olib kelish. To есть, maskaga aytyapsiz? Полностью o'chirib tashlashmi hammasi? O'zini holatiga olib kelish. Bo'ldi, hozir. Tak, qarang. 1 minut. Просто maskani удалить qilib tashlaysiz. Shunday. Настройка. Или удалить qilib tashlaysiz, или olib tashlaysiz просто. Qarang. Rahmat. Tak. Bu yerda savollar bo'lmasa, dars davom ettiramiz. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Ahmet aka, bu zapisda ham shu maska bilan ko'radimi? Zapis qilganda? Da. Agar zapis bu yerda qanaqa maska ko'rsatgan bo'lsangiz, zapisda ham xuddi shu narsa qoladi. Shu maska bilan chiqadi. Ha, maska bilan qoladi. Qanaqa rangi bo'lsa, shu rangi bilan chiqadi. Yana qanaqa savollar bor? Qo'shimcha? Rahmat, keyingisiga o'tsangiz bo'ladi. Rahmat. Tak, audioni o'chirmayman. Menimcha hamma o'zi o'rgandi. Faqat audioni o'chirib qo'yamiz. Tak. Хорошо. Так, keyingisi limit. Tak, limit. Tak, bu nima qilib beradi? Bu 4 ta tarafdan zona belgilaysiz, shu zonadan PTZ chiqmaydi. Ya'ni даже ручной ham
boshqa joyga burmoqchi bo'lsangiz, shu zonadan chiqmaydi. Buni ham настройка qilish ko'rsatib o'taman. Birinchi установить qilib mana ko'rsatyapti. Chap tarafini limitini ko'rsatyapti. Так, uni подтвердить qilish uchun обязательно diafragmani plusini bosish kerak. Mana подтвержден bo'ldi. Endi o'ng tarafini so'rayapti. Aytaylik, bu o'ng taraf. Mana o'ng tarafni bosdim. Endi tepani so'rayapti. Tepani qayerdan ограничение qilishini aytaylik, uni ham belgiladik. Va eng oxiri past so'rayapti. Mana 9 ni mana oxirida aytaylik limit bo'lsin va buni ham belgilaymiz. Tak, bu ham belgilandi. Endi saqlanib qilaman. Agar to'g'ri nastroy qilgan bo'lsak, hozir shu zonadan chiqib ketmaslik kerak. Даже ручной бурсаман. Так, tepa, mana tepa уже bosilmaydi. Yo'g'iga 9 pastga tushmaydi. Bu tarafda ham ограничение bor va chap tarafda ham ограничение bor. Так, buni ham qanaqadir vaziyatga qarab ishlatsangiz bo'ladi. Так, yana bitta eslatib o'taman. Demak, birinchi устанавливать knopkasini bosamiz va ekranda OS'da menyu chiqishi kerak. Va o'zi ko'rsatib turibdi mana Iris plus deyapti. Значит, diafragmani plusini bossam, подтверждение beradi. Ko'pchilik adashadi shu yerda. O'ng tarafga chapni belgilaydi, chapga o'ngni belgilaydi. Shu joyda adashmaslik kerak. Agar полностью olib tashlamoqchi bo'lsangiz, очистка qilishni xohlasangiz, или просто o'chirib tashlasangiz, уже ограничение ketadi. Bemalol yana tepaga pastga bursangiz bo'ladi. Tak, bu yerda savollar bormi? Menimcha PTZda bunaqa funksiya ishlatilmasa kerak-ku ko'pchilikda. Yo'q, ishlatiladi. Bu ham vaziyatga qarab. Aytaylik, masalan, ikkita tarafda qanaqadir ko'rish mumkin bo'lmagan запрещенный zona bor. Shu joyda ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, operatorlar yana shu tarafga burmaslik uchun вообще. Или boshqa nyuanslarga qarab ishlatsa bo'ladi buni. Yana bitta savol. Ruscha mumkinmi gapirish? Hozir ruscha gapiraman. Да, конечно. Вот этот лимит у вас служит для того, чтобы чужая территория не просматривалась, правильно? Да, можно так использовать. Да. И других целях тоже. Просто здесь, например, мы выбрали 4 стороны. Вверх, вниз, левой стороны и правой стороны. И на этой стороне только можете управлять. Да, точка обхвата, чтобы у вас была. Да, я это понял. Да. Все, ладненько, спасибо. Ну, пожалуйста. Так, хорошо. Bo'lmasam, keyingisi. Так. Mening buni hozir bu yerda emas, funksionalность ko'proq kamera bor, o'sha udalenga kirganimizda ko'rsataman buni. Так, keyin yana bitta narsa, prioritet. Aytaylik, sizda set orqali kiryapsiz yoki qanaqadir pult orqali kiryapsiz. Udalenga emas, pult orqali. Bu yerga prioritet qo'ysangiz, masalan, set turgan bo'lsa, kim set orqali kirgan bo'lsa, shunda shu bosib bo'lmaganicha ikkinchi odam bosa olmaydi, to есть unga prioritet berilmaydi. Shu joyda o'zgartirsangiz bo'ladi. Tak. Hozir ikkinchi kameraga ulanishga harakat qilamiz. Davay, ikkinchini qo'shaylik.
Так. Bunda bolее funksionalroq. Hozir bunda davom ettiramiz. Tak, kamerani ochaylik birinchi. Так, хорошо. Так, настройкаga o'tamiz. Bo'lmasam men разрешение olayda, o'zim urinib ko'raman. Yaxshimi? Так. Bu уже boshqa PTZ modeli ko'rib turibsizlar. Так, bu PTZning farqi bunda уже patrul bor plus shablon bor. Hozir shundan boshlaylik. Patrul va shablon. Bu nima? Qayerda ishlatiladi? Так. Хорошо. Патруль. Так, hammaga ishlayaptimi hozir? Ishlayapti. Хорошо. Так, patrul bu boyagi предустановкаларni yig'indisi. Ya'ni patrulga masalan 5 ta boya ko'rsatgandim. Masalan, birinchi zona, 9-zona. Shu 3 ta zonani shu patrulga kirgizib qo'ysam, bu va определенный, ya'ni vaqt davomida shu joylarni aylanib turadi o'zi avtomatik. Shunda ishlatadi. Masalan, tak, masalan, mana birinchi patrulni belgiladim. Aytaylik, bu birinchi pristavka bo'lsin. Bo'lmasam, shoshmang, birinchi boshlaydi sizga. Hozir 1 minut. Xo'p. Tak, aytaylik, buni ozgina buraman. Ozgina setam qotyapti. Aytaylik, bu birinchi zonamiz. Bu 10-chi pristavka bo'lsin. Tak, yana kamerani buraman. Bu aytaylik ikkinchi предустановкamiz bo'lsin. Tak, uchinchisi tak, uchinchisi mana shu joy bo'lsin. 10, 11, 12 deyman. Xo'p, shu 3tasini hozir men patrulga biriktirib qo'yaman. Shu 3 ta zonada u определенный vaqt davomida aylanib turishi kerak. Значит, patrulni tanlab, birinchi plusni bosib, значит, buni 10 qilaman, demak. Tak, mana 10 ni belgiladik. Keyingisi bo'lsin 11. Va undan keyingisi bo'lsin 12. On, 11, 12 demek. Tak, okey bossam.
bu shu 3ta предустановкада o'zi по порядку aylanib turishi kerak. Tak, play. Demak, birinchisiga o'tdi, 10-chisiga to'g'ri. Mana 10 degan yozuv chiqdi. Hozir keyingisiga o'tish kerak. Lekin buni bir tarafi bor, minimalniy 15 sekund, ya'ni 15 sekunddan pastroq bo'lmaydi. 15 sekunddan keyin o'tadi. Tak. 11 va keyingisi o'zi 12 ga o'tish kerak. Tak, bu yerda to'xtalib o'taman. Bitta patrulga maksimum 32 ta предустановка qo'shsa bo'ladi. Va общий patrullarning soni 8 ta bo'lishi mumkin. Так, bu yerda tushunarlimi? Просто bu PTZning eng muhim настройкалari именно предустановка, patrul va shablon. Основном 3tasi juda ko'p ishlatiladi настройкасida. Buni qulay tarafi, masalan, siz перекрестkaga qo'ydingiz. Mana bunaqa перекрестkaga qo'ydingiz. Aytaylik, bu 3ta yo'lga ketma-ket qarab turish kerak. Birinchi o'ng tarafdagi, ikkinchi to'g'risidagi, uchinchisi chap tarafdagiga qarash kerak. Shuni o'zingiz vaqtiga qarab настрой qilib qo'ysangiz, o'zi avtomatik tarzda aylanib snimat qiladi. Так, хорошо, buni hozir stop qilib turaman. Va настройкani ko'ramiz yana dальше. Так. Hozir men demak предустановкani aytdim, endi patrulni aytdim. Endi aytaylik, shu patrulga biz задача berishimiz kerak. Agar PTZ kamerani kimdir nastroy qilyapti, ko'ryapti, nimani katta qilib qo'yapti, yoki ko'rayotgan paytda 5 sekund to'xtab qoldi. Buni o'zimiz to'g'rilaymiz. Masalan, 5 sekund, buni 10 sekund qilsak ham bo'ladi. 5 sekund to'xtab qolsa, bu avtomatik tarzda patrul qil deb qo'yamiz. Mana. Patrul qil deb qo'yamiz va bunga qaysi IDs qaysiligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bu yerda 8 tasi bor. Biz birinchisini nastroy qilgandik, esingizda bo'lsa. Mana saqlanib qilaman. Bu agar mana tak просмотрni bosib tak, uzr. Ozgina set qo'yapti. Tak, просмотрni bosib уже 5 sekund to'xtab qolgan. Значит, уже bu to'xtamasdan obxod qilaveradi. Tak, agar buni boshqasiga qo'ysam, hozir настройка ochsam. Tak, demak, boshqasi degani nima? Bu yerda parkovkada juda ko'p funksionalnosti bor. Tak, mana bu yerda juda ko'p funksionalnost bor. Masalan, avtomatik skanирование. Bu nima qiladi? Bu просто kamera полностью agar 330 gradus bo'lsa, 330 gradus davomida aylanadi, orqaga qaytadi, aylanadi, orqaga qaytadi. То есть просто aylanib obxod qilib turadi. Va undan tashqari bir nechtasi bor. Masalan, skanирование frame bor. Bu to'xtab, bitta joyda to'xtaydi, keyingisiga полностью aylanmaydi, birinchi to'xtab oladi, keyin yana ikkinchisiga o'tadi. Xuddi shu algoritmda ishlaydi. Masalan, keyingisi предустановка. Предустановка masalan faqat to'xtagandan keyin qaysidir masalan 10 yoki 11 ni ko'rsatib qo'ysangiz, значит 5 sekund to'xtab qolsa, avtomatik shu 10-chi предустановка ishlab ketadi. Или panoramное skanирование bor. Bu eng rasmni eng tagidan boshlab tepaga qarab, то есть snimat qiladi, skanирование qiladi. Demak, shularni o'zingizga vaziyatga qarab ishlatsangiz bo'ladi. Tak, hozir buni o'chirib qo'yaman.
Так, хорошо. Agar shu yergacha savollar bo'lmasa, dars o'tamiz. Savollar bo'lsa, marhamat. Savollar bormi? Muhammad aka, Da, eshitaman. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka, tinchmisiz? Aka, biza bitta obyektga PTZ kamera o'rnatganmizda, Hop, через most orqali, antena orqali. hop, aha. Antenani aylantirgan, PTZni aylantirgan vaqtda nima deydi? Aylanmaydi. PTZ tepaga ko'tarilmaydi. Qanaqa ma'noda ko'tarilmaydi? Masalan, Faqat yonga ikki tarafga aylanadi, 90-360 gradusga aylanadi. Faqat bitta nuqtani oladi. Mana agar teparoq qilib, yuqoridan ko'rmoqchi bo'lsangiz bo'lmaydi. Demoqchimanki, PTZni ko'tarilmaydi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? yo'q, может, Bosh настройка ko'tarilmaydi-da. bildim, может, настройкасida limitmi, bu narsa настрой qilingandir. Полный сброс qilib qo'ydingizmi? Сброс настрой qilib qo'ydingizmi? Yo, kamerani o'zinimi yo Yo'q, kamerani o'zini. kamerani o'zini nasr qilmadik. Zabros qilib qo'ymadik lekin. Yo'q, bo'lmasam hozir mana nomerim bor sizda, menimcha. Menga настройкалар bo'lsa Bor, tashlab bor. ko'rib beraman. Menimcha qanaqadir ограничение bor u yerda, настройкасida. Bo'ldi. Menga olsangiz Rahmat. ko'rib beraman. Rahmat aka. Yana savollar bormi? Значит, nima bo'yicha? Patrul bo'yicha va parkovka bo'yicha. Muhammad aka, Eshitaman. hozir bu faqat 110 gachapki kamerani. Hop. O'sha yaqinlashtirgan holatda ham o'sha to'xtatib bersa bo'ladimi hali nimada patrulda? Ya qarang, bunaqa narsa. Значит, birinchi bu предостановкаga bog'liqda u. Masalan, hozir 1 minut. Mana, yaqinlashtiraman-da mana. Hozir yaqinlashdim. Tak, yaqinlashtirdim, to'g'rimi? Хорошо. Agar shuni men qanaqadir 14-предостановка qilib сохранить qilib qo'ysam, 14. To'g'rimi? Va shuni сохранить qilib qo'yib, patrulga shuni ko'rsatib qo'ysam, shu joyini ko'rsatib beradi sizga. O'sha aylanganda. Ha, hozir qarang, men 14 сохранить qildim. Endi aytaylik, shuni men 2 ga qo'shib qo'yaman, xohlasangiz hozir. Tak, 2 ga kirib, настройкasiga o'taman mana, patrulga-da именно. Va 14 da adashmasam. Hozir. Shuni o'zini tepa past qilib ko'rsatib bering, aka. Qaysini? Tepa past qilib ko'rsatib bering shuni o'zini. Хорошо, men ko'rsataman, qarang. Значит, men buni 14 qilaman, to'g'rimi? 14. Tak, keyingisi aytaylik, bizga kerak 12. Tak, 12 kerak, to'g'rimi? Mana, ikkitasini bosdim. Уже bu ikkinchi patrul, birinchi emas, ikkinchi patrul. Значит, buni bossam bu birinchi katta ekranga chiqish kerak mana, 14-ga. Yana orqaga qaytish kerak avtomatik tarzda. Lekin belgilangan vaqtdan keyin обязательно. 15 sekund dedingizmi? Da, 15 mana qaytdi. Tushunarli? Значит, bu patrulni основной, значит, ключи, kaliti, основной kaliti bu предостановка. Основной ключ shu. O'zingiz xohlagan joyingizni belgilab, shuni nabor qilib yig'ib olsangiz bo'ladi. Tak, yana savollar bormi shu bo'yicha? Muhammad aka, Da, eshitaman. masalan, mana patrul belgilab qo'yganingizdan keyin ustiga kelib ruchnoy boshqa, masalan, boshqa joy yaqinlashtirmoqchi yo nimadir qilmoqchi ruchnoy. Unda nima bo'ladi? Belgilab qo'yilgan patrul. Ha, tushundim, qarang. Ruchnoy eng katta, eng birinchi prioritet u. Ya'ni любой paytda, любой narsa bo'layotganda ruchnoy ishlatsangiz, hamma narsa to'xtaydi. Tushuntira oldimmi?
Ha, tushunarli. Mhm. Keyin yana davom etib ketaveradi. Da, keyin o'zi 5 sekunddan keyin boyagi parkovkani vaziyatga o'zingiz qo'ygan nastroykangizga qarab 5 sekunddan keyin davom etib ketadi. Tushunarli, rahmat. Da, dars davom ettiramiz bo'lmasam. Tak, uzr so'rayman, ozgina qotyapti. Bu udalenniy kamera, shuning uchun ozgina noqulaylik bo'lyapti. Так. Yana bitta funksionalность bor, intellektuальное слежение. Bu kamera поддержка qiladi, ya'ni движение bo'lgan paytda shu tarafga o'zgarib qimirlaydi. Lekin uni bu narsani juda ko'p движение paytida qo'llanish maslahat berilmaydi. Chunki yo'q. Aytaylik, buni chorakga qo'ysangiz, bu ishlamaydi. Buni qo'ysangiz bo'ladi, masalan, kam-kamdan bitta, ikkita, uchta движение bo'lsa, harakat bo'lgan joyda juda qulay effekt beradi. Так. Buni hech qanaqa почти настройкасы yo'q, faqat yoqib qo'yish kerak va vaqti. Bu vaqt nima? Buni masalan 30 sekund qilib qo'ysangiz, bitta obyektni, движение bo'lgan obyektni 30 sekund davomida qiladi, kuzatib qo'yadi 30 sekund davomida. Undan keyin o'zini joyiga qaytadi, или dars davom ettiradi. Xuddi shu funksionalность. Lekin bunda yana bir marta aytaman, juda ko'p движение bo'lgan joyga qo'yish maslahat berilmaydi. Так. Undan keyingi funksiya, demak, boya aytib o'tdim, uchta eng asosiy narsa bor. PTZda bu предустановка, ikkinchisi patrul, uchinchisi shablon. Shablon qanaqa ishlashini ko'ramiz hozir. Demak, mana. Значит, birinchisi предустановка, ikkinchisi patrul, uchinchisi shablon ekan. Так, shablon bu nima? Shablon 4ta qilsangiz bo'ladi, 4ta shablon qilsangiz bo'ladi. Buni hozir ishlash prinsipini tushuna olasiz. Masalan, kamera har kuni bitta joyini постоянно kattalashtirsin va orqaga qaytsin. Va yana bu yoqqa burilsin deysiz, masalan. Или pastga tushib, yana shuni kattalashtirsin. Xullas, определенный действияni сохранить qilib qoladigan funksiya. Давайте hozir сразу praktikada ko'ramiz. Aytaylik, mana uning uchun qarang, bu yerda knopka bor, ya'ni запись knopkasi. Buni bosib qo'yaman va ekranda bu yozuv chiqadi, o'zingizdan. Так. Уже, значит, запись boshlandi. Demak, men kattalashtirdim. Aytaylik, yana buraman buni. Va yana aytaylik, orqaga qaytaraman. Так, yana kattalashtiray. Boshqa joyda masalan. Хорошо. Так, demak, уже aytaylik, shu действияni qildik, endi buni уже to'xtataman. Bo'ldi. Endi shu запись qilgan narsamiz, agar playni bossam, boshidan shu действияni qilish kerak. Hozir bu yerda ozgina qotyapti, lekin shu действие qaytarilyapti.
Так, хорошо. Menimcha tushunarli bo'ldi. Kimdadir savollar bormi? Shu nastroykasiga obxod bo'yicha. Necha marta qo'yib qo'ysa bo'ladi aka buni? Necha xil nimasi bor? 3 tami hozir? Nimasi? 3 ta nima? 3 xil qilib qo'yib qo'ysa bo'ladimi? Shunaqa qilib demoqchiman hali. Burilishini. Yo'q, qarang, bunda ограничение yo'q. Bunda kattalashtirsangiz bo'ladi. O'ngga bursangiz, chapga bursangiz. Xullas, qanaqa действие qilsangiz, shuni zapis qilib olasizda va определенный vaqtda shu qilgan zapis qilgan narsangizni, shu qilgan действиеңizni qiladi, takrorlayveradi shuni. O'sha vaqtda Yo'q, o'sha vaqtga qo'yib qo'ysangiz shunaqa qiladimi? qanaqa vaqtda masalan? Tushunmadim siz. Hozir misol uchun qo'yib qo'ysangiz o'sha vaqt davomida qiladimi demoqchiman. Yo'q, uni tushuntirdim. Da. Buni boyagi xohlasangiz mana qarang, nastroykaga kiraman hozir. Parkovkaga qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni aytaylik, siz bitta joyini ko'ryapsiz, operator ko'ryapti va 5 sekund kamera to'xtab qoldi. Shu payt 5 sekunddan keyin mana parkovkadan degan nastroykasi bor. Hozir. Bu joydan belgilab qo'yaman. Obxod qilib belgilayman. Tak, va сохранить qilib qo'ysam, именно masalan operator bir narsa ko'ryapti, katta ekran qilib o'zini ishini qilyapti va to'xtab qoldi. Значит, shu to'xtab qolsa, undan keyin shu obxodimiz ishlaydi. Lekin obxodni ham belgilab qo'yishimiz kerak. Qaysi birligini? Birinchisimi, ikkinchisimi, uchinchisimi, to'rtinchisimi? Tushunarli. Shu narsa. Muhammad aka? Da, eshitaman. Tak. Shablon bilan patrulli farqi nimada? Agar ikkalovi почти bir xil narsa bo'lsa. Yana yaxshi savol berdingiz. Qarang. Hozir bu ochib olsam. 1 minut. Qarang. Bu nimaga kerak, bu nimaga kerak? Shuni bilmoqchiman. Da, tushundim. Qarang, patrul bu именно предостановка bilan ishlaydi, to'g'rimi? Eshityaptimi? Eshityapti. Da, предостановка bilan ishlaydi. Qarang, buni qulay tarafi, mana qulay tarafi. Masalan, har xil zonani belgilab, siz 3 ta zona qildingiz va shu 3 ta zonadan kombinatsiya qilsangiz bo'ladi. Ya'ni sizga birinchi 1 kerak, undan keyin 4, undan keyin 3. Buni qanaqadir ketma-ketligi, cho'tki ketma-ketligi yo'q. O'zingiz xohlagan kombinatsiyangizni qilsangiz bo'ladi. Bu shablonda faqat zapis. То есть, nima desam ekan? Именно siz qanaqa действие qilsangiz, shuni zapisini ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bitta joyini belgiladingiz, kattalashtirdingiz, o'ngga burdingiz, nima deydi? Cho'tki qanaqa siz действие qilsangiz, shuni takrorlaydi. Bu umuman предостановкаga aloqasi yo'q. Lekin предостановкani boyagi plyus joyi xohlagan kombinatsiya qilsa bo'ladi. Aytaylik, siz 300 ta joyini belgilab qo'ysangiz, shuni xohlagancha belgilasangiz bo'ladi. То есть перестановкаning imkoniyatlari ko'proq, чем shablonga nisbatan. Ko'proq desa bo'ladi, удобныйroq, qulayroq. Masalan, bitta variant, bitta qiziq narsa, masalan, boya ko'rsatgan bo'lsam 179 variant. Значит, перестановкani belgilab qo'yasiz. Birinchi 1 ni ko'r, keyin 7 ni, keyin 9 ni ko'r. Undan keyin 9 ni ko'r, undan keyin 7, undan keyin 1. Xullas, xohlagan kombinatsiyada qilsa bo'ladi. Kombinирование ekan. Da. Shu joyda plyus. Demak, eng asosiy narsalar shular. Tak, demak, endi yana bitta joyi bor. Так, запланирование задания bor. Так, hozir ochsam. Так, bu nima qiladi? Tak, bu yerda agar men buni yoqib qo'ysam, bu yerda kun davomida kameraga cho'tki zadaniya bersa bo'ladi. Masalan, patrul. Aytaylik, bugun
sirida bo'lsa, masalan, bundan bungacha soat mana bu 0:24 degan soatlar. Aytaylik, soat 12:30dan ertalab 5gacha patrul qil. Ya'ni aylanib patrul qil. Keyingisiga masalan buni o'zgartiraman. Aytaylik, obxod. Obxod qil soat masalan 10gacha 5:30dan 10gacha obxod qilib chiq. Ya'ni men o'zim belgilayman qaysi obxodligini. Masalan, birinchimi, ikkinchimi, uchinchimi, to'rtinchimi obxod qilib chiqdi. Undan keyin aytaylik, avtomatik skanирование, ya'ni qolgan paytda полностью aylanib tursin. Aylanib tursin deb unga zadaniya bersam bo'ladi. Va kun davomida ko'ryapsiz mana, значит, dushanbadan yakshanbagacha kunlarni xohlagan kombinatsiya qilib belgilab konkret zadaniya bersa bo'ladi kameraga va kamera shu tartibda ishlab yotaveradi o'zi. Hozir tak. Demak, bu yerda shunaqa tushuncha. Значит, hozir agar adashmasam, agar to'g'ri настройка qilgan bo'lsak, bu наклонное skanирование, ya'ni pastdan tepaga qarab skanirованияni boshlash kerak. Так, hozir menimcha bu наклонный emas, avtomatik skanирование bo'lib ketdi. Так, avtomatik ekan, buni o'chiraylik-da, boshqasini qo'yaylik. Так, buni qo'yamiz hozir yerga. Так, mana ko'rib turibsiz, patronni belgilaymanda и aytaylik, menga 1 emas, ikkinchi kerak, boyagi kattalashtirganim va orqaga qaytgan patrul. Esingizda bo'lsa, hozir 2 va сохранить qilaman. Va сохранить. Xo'p, сохранить bo'ldi. Endi real primerni ko'ramiz.
Nimanidir biz noto'g'ri qildik, или bu o'chib ketgan или. Ikkinchi patrul menimcha o'chib ketgan, shuning uchun ishlamadi hozir. Tak, hozir. Tak, buni birga qo'yib ko'ramiz. Tak. O'n besh sekunddan keyin ikkinchi personaga o'tish kerak o'zi avtomatik. Ya 3 ta edi bunda adashmasam, 3 ta. 3-inchisiga ham o'tadi hozir. O'chirib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Tak, hozir o'zim o'chiraman. Так, хорошо. Demak, hozir основной funksiyalarni ko'rib chiqdik. Bu yerda savollar bo'lmasa, hozir yana bitta narsamiz bor, ya'ni пересечение liniya bo'lgan paytda fotozona burilishi. Uni ham nastroykasini ko'rib chiqamiz. Lekin unga ozgina vaqt kerak. Hozir savol bo'lsa, bemalol eshitaman savollaringizni. Obxodda 4 tagacha mumkin dedingizmi? Da, 4 tagacha. Narigindacha patrulda 300 tagacha? Yo'q. Patrulda 8 ta, приостановка 300 ta. Har bitta patrul, значит, приостановкаdan tashkil topgan, har bitta patrulda, har bittasida 32 ta приостановкani qo'shsangiz bo'ladi. Har bitta. Da, qarang, hozir boshidan boshlayman. Значит, patrul o'z ichiga приостановкani oladi. U patrul o'zidan o'zi ishlamaydi, faqat shu ichiga приостановкani olgani uchun ishla oladi. Значит, приостановкаning soni общий 300 ta. Mana 300 ta. Hozir nastroy qilyapti. Ikkinchi nimani? Patrulning soni 8 ta, lekin har bittasiga 32 tadan приостановка qilsa bo'ladi, qo'ysa bo'ladi. Obxod soni 4 ta. Maskalarni qo'yadigan maksimal soni 24 ta. Yana savollar bormi? Harakatga buriladi deysiz aka. O'shanda mashinaga, odamga qilib nima qilsam bo'ladimi belgilab qo'ysam? Так, qarang, da. Bu kameraga bog'liq. Agar kamera imенно nimani ajrata olsa, agar mashina bilan odamni ajrata olsa, qiladi, lekin hamma model emas. To есть o'sha modeli bor-a? Da, modeliga bog'liq. Lekin bu model ham yaqinlashtiradi. Da. Bu modelda bor shu funksiya. Masalan, hozir ko'rsatib o'taman, qayerda qilsa bo'ladi. Agar odamni belgilasangiz odam, mashinani belgilasangiz mashinani mashinaga reaksiya qiladi. Tak, yana savollar bormi? Qo'shimcha. Muhammad aka. Da, eshitaman. Shu patrul bilan shablon qilish tekujini deyarli hamma наружный PTZ'larda bormi yo ayrim modellardan? Так, наружныйda в принципе hammasida bor. Просто men boyagi o'zimda ko'rsatgan kameram bu именно
byudjetный variant, то есть именно ichkariga mo'ljallangan. PTZni mini PTZ to'g'riroq. Lekin наружныйda deyarli hammasida bor. Men yo'g'ini ko'rmaganman. Rahmat. Так, mana ko'rib turibsiz. Demak, buni hozir buni maksimalniy qisqacha tushuntirib o'tiraman. Bu juda nima deydi, nyuanslari ko'proq, lekin основной настройкасini ko'rsataman. Mana bu yerdan obyekt o'tsa, kamera burilishi kerak. Kamera qaysi tarafga buriladi degan savol bor. Buni siz o'zingiz mana obyekt o'tdi, предустановка qilib ko'rsatib qo'yasiz. Hozir bu ko'rib turganingiz bu DVR, то есть NVR to'g'ri. Значит, NVR ning настройкasiga kiraman. Просто chatoq joyi internet juda slabый. Xo'p, настройка va bu событиyaga o'tib, birinchi событие smart bo'limiga o'taman. Va aytaylik bizga пересечение liniya kerak. Так, пересечение liniya kerak. Qaysi kamerada bo'lsin? Bu masalan, aytaylik bu oddiy kamera bo'lishi mumkin. Mana aytaylik bu statsionarniy kamera, oddiy PTZ emas. Bunda liniya chizilgan. Liniya chizilganda основной настройкалari. Так, birinchi liniya chizish, mana zonani chizaman. Ikkinchi minimalniy razmerni kiritaman va maksimalniy razmerni kiritaman. Bular nima? Minimalniy razmer agar bundan kichik narsa bo'lsa, bunga reaksiya qilmaydi. Agar bundan maksimalnidan katta narsa bo'lsa, bunga reaksiya qilmaydi. Ishlash prinsipi shunaqa. Так, yana bitta narsa направленияsi. Buni oblastlarga chiqqanda praktikada ko'rganmiz, shuning uchun buni ko'pchilik xabari bor. Направление, ya'ni A'dan B'ga taraf bo'lsa, faqat bu tarafdan bu tarafga o'tganda ishlaydi. Agar nabarot B'dan A'ga bo'lsa, bu tarafga ishlaydi. Hozir biz ikkalasiga ham qo'yganmiz, ya'ni ikki tarafga ham ishlash kerak trevoga. Keyin чувствительность juda muhim rol o'ynaydi. Agar siz baland qilib qo'ysangiz чувствительностьni, unda krasniy zonaga, mana bu yer belgilangan zonaga, ya'ni liniyaga, то есть чувствительность baland bo'lsa, obyektni kirishi bilan сразу trevoga ishlaydi. Agar чувствительностьni kamaytirib qo'ysangiz, obyektni qanaqadir oblastda o'tgandan keyin trevoga ishlaydi. Так, значит, hozir hamma настройка qilingan. Boya siz kimdir so'raganda farqlash. Mana bu yerdan qo'ysangiz bo'ladi, odam yoki mashinaga. Agar siz odamga belgilab qo'ysangiz, faqat odamga qilish kerak. Mashinaga qo'ysangiz, faqat mashinaga qilish kerak. Agar ikkalasini ham belgilasangiz, faqat odam bilan mashinani farqlaydi, qolgan boshqa ложный trevogalarni farqlamaydi. Xo'p. Hozir bu yerda yana bitta nyuansi bor. Buni hozir ustanovkasi standartniy emas. Ustanovkasini o'zini четкий kriteriyasi bor, standarti bor. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, men четкий kriteriyasini tashlab beraman. Qaysi metrga qanaqa qo'yish kerak. Так, хорошо. Demak, men zonani chizdim. Событие smartga o'tdim, пересечение liniya qildim, zonani chizdim va uni endi PTZ ga bog'lab qo'yaman. Так, значит, agar bular kerak bo'lsa, в центр аудиосообщения bular именно shu zonadan kesib o'tganda qanaqadir ovozli trevoga beradi yoki IVMS ga trevoga beradi. Так, bizga PTZ kerak. Значит, mana привязка PTZ degan joyi bor.
belgilayman qaysi PTZligini, qaysi kanalda joylashganligini. Mana adashmasam D1 da joylashgan bu PTZimiz. Mana D1 da joylashgan va qaysi предустановка kerak yoki qaysi patrul kerak, shuni belgilab qo'yaman. Mana patrul yoki shablon belgilab qo'yaman. Ya'ni bu nima degani? Agar mana bu yerda realniy primerda ko'rsak bo'ladi. Hozir agar shu zonani obyekt kesib o'tsa, kameramiz shu ko'rsatilgan предустановкаga, patrulga yoki shu obxodga то есть nima beradi? Buyruq beradi. Shuni qilganda. Основной fishkasi shu. Bu juda qulay. Qulay narsa. Nimaga? Qayerda qulay? Masalan, aytaylik, mana bunaqa sizda nima deydi? Polya bor. Sizda bu yerda PTZ turibdi. PTZ faqat aytaylik bu tarafga, o'ng tarafga qarayapti, chap tarafda yo'q. Lekin chap tarafda sizda oddiy kamera bor. Oddiy kameraga shunaqa trevoga berib qo'ysangiz, to'g'ri, statsionar kamera. Trevoga berib qo'ysangiz, shu zonadan o'tsa yoki shu zonaga kirib qolsa, kamera shu tarafga, ya'ni obyektga qaraydi. Bu shunaqa paytda ishlatsangiz bo'ladi shu funksiyasini. Bu yerda savollar bormi? Ovozim eshityaptimi? Uzilib qolmadimi? Muhammad aka, Da, eshitaman. hozir bo'ladigan shu vebinarni zapis ketyaptimi sizda? Da, zapisi bor. Tak, xudo xolisa 1-2 kun ichida tashlaymiz o'sha gruppaga. Chunki sababim 20 soatlar kechikib kirdimda, men shunga so'ramoqchi edim. Bo'ldi. Zapisi bor, xudo xolisa tashlab beramiz. Rahmat akajon. Bu yerda savollar bormi? Kimdadir? Shu liniya chizishni ko'rmadimda, shu tayyor chizilgan ekan-ku o'zi. Shuni ham ko'rsatib bersangiz. Хорошо. Bo'lmasam ko'rsataman, qarang. Значит, настройка. Bu yana tushuntirib o'taman, bu kamerani ichi emas, bu Enver'ning ichi. Enver'ning настройкасы. Hozir настройка. Hozir internet pand bermasa, uni ham ko'ramiz. Kamerani o'zidan qilib bo'lmaydi-da buni. Nimani? Yo'q, именно привязка через Enver ishlaydi. Так, qarang. Значит, событие smart. To'g'rimi? Событие smart va kamerani belgilayman, именно statsionarniy kamerani. Так, хорошо. Belgiladim. Endi buni yoqaman, samo собой va buni olib liniya chizaman. Liniya chizaman. Так. Bu yerda boya aytib o'tdim-a mana. Направленияsi. Направление. Da, A'dan B'gacha, B'dan A'gacha deb. A'dan B bo'lsa, значит, bu tarafdan kelganlarga reaksiya qilish kerak, наоборот qilmaslik kerak. Давайте hozir shuni qo'yib ko'ramiz.
Tak, ko'chada ham odam kam. Hozir bu kishi o'tib ko'rsin. Tak, bunga ishlamadi. Tak, bu mashinaga ishlashi kerak edi, adashmasam agar. Mashinaga ishladi, odamga ishlamadi. To'g'rirog'i, bu yerda mashina odamni tanlamagan, просто bu chapdan o'ngga qarab o'tgani uchun ishlamadi. Bir tomonga qo'yilgan. Da, bir tomonga qo'ygan uchun. Tak, yana savollar bormi? Savollar bo'lsa, marhamat. Agar savollar bo'lmasa, aka, ishlamaydi. hozir endi ko'pincha obyektlarga qo'yamiz, ichki ishlar obyektlariga qo'yganmizda. Endi rayonlarda o'sha yo'l harakat xavfsizlik bo'limlarini o'sha ko'chalarga qo'yganmiz. Shu yerda savol bo'lyapti-da. Endi hozir ular radarni qilib, serverni qilsa qimmatga tushib ketadi-ku. Xo'p. Oddiygina ular aytyapti, kamera qo'yib, shu masalan taqlanish, to'xtash mumkin bo'lmagan joyga mashina to'xtasa, shuni jarimaga tortishimiz kerak deyapti-da. Demak, mana shu siz aytgandek qilib, mana shunday holatga qo'yib qo'ysak, o'sha zonaga kirgandan keyin qizil bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Shu holat zapsga ham ketaveradi, ha? Da, zapsga ham ketadi, конечно. Zapsga ham ketadi. И yana bitta narsani qo'shimcha qilaman. Shu zapisda shu joyini alohida belgilab qo'ysa ham bo'ladi. Ya'ni qachon shunaqa trevoga bo'lganini alohida, то есть zapis ichida alohida rangda alohida ko'rsatib qo'ysa ham bo'ladi shuni. Tushunarli, rahmat. Так, bu yerda savollar bormi? Именно предустановка, patrul, shablon, то есть обход to'g'riroq. Shu bo'yicha или boyagi qilgan nastroykalarimiz bo'yicha savollar bormi? Muhammad aka, iris tugmachasi bor-ku, o'shani asosiy funksiyasi nima? Nimani ayb emas? Yani pastida fokus, keyin iris. Bu nima? Nima aytasiz? Diafragma, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Tak, buni ko'proq nimada ishlatasiz? Masalan, kechqurunlar, masalan, sizga ko'proq nima kerak bo'lsa, yorug'lik. Shuni yorug'likni kontrol qiladigan nimasi? Funksionalisti. Demak, asosan kechqurun ishlar ekanda. Yo'q, kechqurun emas, nima desam ekan. Просто общий funksionalistda yorug'likni kontrol qiladi. То есть, agar sizda agar ko'proq turgan bo'lsa, diafragma ochiqroq bo'lsa, значит ko'proq yorug'lik kiradi. Значит, nimangiz ham, izobrajeniyingiz ham yorug'ligi boshqacha bo'ladi. Agar sizda kamroq bo'lsa, соответственно, kamroq bo'ladi. Endi kechqurun deganim sababi nimada? Sizga kechqurun qanaqadir nastroykasiga o'zgartirish kiritsangiz, shu orqali yaxshi rezultatga erishsangiz bo'ladi. Qo'shimcha. Rahmat, tushunarli.
Так, agar hech kimda savol bo'lmasa, bugungi shu основной настройкалari shu. Agar kamchilik bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa, yozasiz. Или hozir chatni ko'rib chiqamiz, o'zingizga javob beramiz. Muhammad aka, uzrdan. Da, eshitaman. Bitta PTZ kameraga nechtagacha oddiy kamerani ulasak bo'ladi? Shu nima deydi? Sinxron qilish uchun. Так, yo'q, наоборот, bu birinchi statsionarga PTZ ulanadi. Aha, tushundim. Statsionarga PTZ ulanadi. Ya'ni siz пересечение liniyani kesib o'tsa kimdir, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. PTZga ko'rsatasiz. Tushundim aka. Enverga bog'liq. Agar enveringiz 32 talik bo'lsa, kamera 31 ta kamera olib qo'ysangiz, bitta statsionar bo'lsa, masalan, har bittasini xohlaganingizni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, 31-sini, 30-sini qaysi PTZligini xohlaganini tanlasangiz bo'ladi. Rahmat aka. Rahmat. Assalomu alaykum. Dada, assalomu alaykum. Eshitaman. Muhammad aka, yaxshimisiz? Rahmat. Aka, bitta savolim bor edi. Shu Enverdan kirib nastroyka qilinadi deyapsiz-ku. Hop. PTZ kameralarni. Har qanday Enverdan qilsa bo'ladi. Misol PTZ ulangan Enverdan qilsa bo'laveradi. Misol nastroykalar model tanlamaydimi demoqchiman. Yo'q, bo'ladi. Bo'ladi. Deylik, balandroq megapikselli kamera bo'lsa, PTZ. Даже qo'shimcha qilaman, даже просто bitta nyuans bor, qo'shimcha. Kamera shu smart funksiyani поддержка qilish kerak. To'g'rimi? То есть agar sizga именно masalan smart funksiyani 3-4 ta varianti bor, обнаружение в регион masalan. Или qanaqadir narsani tashlab ketganda olsa trevoga beradigan funksiyasi. Agar kamerada shu funksiya bo'lmasa, значит Enverda ham соответственно bo'lmaydi. To'g'ri, kameraga bog'liqroq ko'proq. Rahmat aka. Muhammad aka, assalomu alaykum. Dada, assalomu alaykum. Eshitaman. Muhammad aka, bu smart funksiya faqat AccuSense'da bo'ladimi yoki boshqa kamera, boshqa modellarda ham bo'lishi mumkinmi? Da, qarang. AccuSense bilan oddiy kameraning farqi, AccuSense просто ularning farqi bu obyektda farqli bo'ladi. Ya'ni agar mashina yoki odamga qo'yib qo'ysangiz, mashina odamni ko'radi va shunga trevoga beradi. Lekin boyagi javob, lekin boshqa kameralarda ham bor bu funksionallik, smart funksiya. Lekin uni ham modeliga qarab har xil. Masalan, yaxshiroq, то есть masalan qimmatroq modellarda smart funksiyalarning kolичествоsi ko'proq. Lekin eng oddiy analiz yuqoriroq, to'g'rimi? Da. Smart funksiyalar ko'proq, ya'ni unda удаление объекта или shu obyektga bir narsani qo'yish, shunaqa funksiyalari ham qo'shimchasi bor. Lekin даже oddiy eng byudjetniy seriyada ham minimum 2 ta funksionalность bor. Bu пересечение линий, обнаружение вторжения. 2-3 ta funksionalность bor. Tushunarli, rahmat. Так, kimda qanaqa savol bor yana? Так, agar savol bo'lmasa, bugunga yakunlaymiz. Endi harakat qilamiz yana qanaqadir mavzuni olib chiqishga. Shunaqa qilib обязательно отзыв qoldiring. To'g'ri, Telegramda qanaqa bo'ldi, qanaqa ko'proq kritika qiling. Kritika qiziqroq bizlarga. Qayerda xato qildik? Qayerdan nimani to'g'rilashimiz kerak? Shu. Hammaga rahmat bo'lmasam ishtirok uchun. Bugunga yakunlaymiz bo'lmasam.